qaynona va qaynotaga mumkin bo'lmagan, dinimiz taqiqlagan amallar haqida aytib o'taman. Xotinning xonasiga ruxsatsiz kirish, kelinni haqorat qilish, so'kish, kelinni xizmat qilishga majburlash, kelinning buyumlariga ruxsatsiz teginish, kelinni uyiga borishiga qarshilik qilish, kelinni odamlarga yomonlash, kelinni uning eriga yomonlash, xotinni atidan urishtirib qo'yish, xotinni qasddan ajratib yuborish, o'g'lini taloq qo'yishiga majburlash, kelinning maoshiga xo'jayinchilik qilish, kelin olib kelgan sepdan kamchilik qidirish, kelinni orqasidan josuslik qilish, kelindan uy jihozlari kabi narsalarni talab qilish, kelinni har bir ishidan ayb qidirish, o'g'lini xotini bilan chiqib ketishiga qarshilik qilish, o'g'li keliniga olib kelgan narsani muhokama qilish, o'g'lini kelinidan rashk qilish, qaynota kelin yolg'iz birga yashashi, qaynotani keliniga shahvat bilan qarashi, kelin qaynotasini ichki kiyimlarini yuvishi, kelin qaynotasini uqalab qo'yishi va shu kabi ishlar, qaynota kelinini o'pishi, teginishi, kuyovni aybini oshkor qilish, tarqatish, kuyovning orqasidan josuslik qilish, kuyovni haqorat qilish, mazax qilish, qizini eriga qarshi qayrash, qizini qaynona va qaynotasiga qarshi qayrash, qizini erining qarindoshlariga qarshi qayrash, kelinni qarindoshlari bilan aloqasini uzishga majburlash. Yuqorida keltirilgan shariat hukmlari bu asosan musulmonlar uchundir. Ota-onalarimiz yoshlarning baxtiga rahna solib, oila buzilishiga sababchi bo'lib qolishmasin.